İsaq alayhissalom neslidan Bani İsrail payg'ambarlari kelgan. İsaq alayhissalom İbrahim alayhissalomning Saradan bo'lgan o'g'lidir. Tarix kitoblarida bayon qilingan sifati mundaq. Uzun bo'yliq, qora ko'zlik, buğday o'nglik, go'zal yuzlik, so'zi ravon, choch soqollari ap-oq edi. Surat va shakli dadisi İbrahim alayhissalomga o'xshaydi. Qur'on Karimda İsaq alayhissalom mundaq madhiyalangan. İbadetde kuchlik, dinda basiratlik bandalarimizdan İbrahim. İsaq va Yaqubni asligin. Ularni biz pak xislatlik, oxiratni aslab turadigan samimiy kishilar qildik. Ular bizning dargohimizda haqiqatan alohida tanlangan kishilardir. Haqiqatan yaxshi kishilardir. İsaq alayhissalom dadasining vafotidan keyin Sham va Falastin xalqiga payg'ambar qilib avatildi. Allah Taala uni tanlangan va xayrlik bir inson qildi. Qur'on bu haqda mundaq deydi. Onunga biz payg'ambar bo'ladigan va yaxshilardan bo'ladigan İsaq bilan xush xabar berdik. İbrahimga va İsaqqa dinning va dunyoning barakatlarini ato qildik. Ularning naslidan yaxshi ish qiluvchilarmi, gunoh va kufri bilan o'ziga oshkora zulm qiluvchilarmi chiqadi. İsaq alayhissalom yashangan chig'ida ko'zlari ojizlab ama bo'lib qoldi. Yaqub va Eysdan iborat ikki qo'shkezak o'g'li dunyoga keldi. İsaq alayhissalom umrining oxirida bu ikki o'g'liga ayrim duo qildi. Yaqub alayhissalomga naslidan payg'ambarlarning kelishiga, Eysqa bo'lsa avlodlardan ko'p bo'lishi, uning naslidan podshoh va sultonlarning kelishiga duo qildi. O'xshamagan rivoyatlarda deyilgan mo'jizalari. Qavmi uningga hayvonlar sening payg'ambar ekanligingga iymon etmasa, bizmi sana iymon etmaymiz deganida, İsaq alayhissalom hayvonlar, mening kim ekanligimni aytinglar dedi. Tulka, sen Allohning payg'ambari dedi. Kiyik, sen Halilullohning o'g'li dedi. O'chka, sen Allohning payg'ambari, sana iymon etmagan jannatga kirmaydi dedi. Yana Quddusda dinni tabliq qilganida İsaq alayhissalomga, agar shu tog'ni harakatlantira olsang, sana iymon etamiz degan. Tog' shiddat bilan titragan va Quddus xalqi iymon etgan. Qavmiga tabliq qilayotgan chig'ida birsi bir qancha kalaning terisini ko'tarib kelgan holda bularni tirildirgin dedi. İsaq alayhissalom terilarning ichiga qum to'ldirib duo qildi. Bularning hammasi tirildi. Boshqa bir mo'jizasi qo'li bilan silgan qo'y qo'zlaydi. İsaq alayhissalom rivoyatlarda 160 ga kirgan bo'lib, bugungi Falastindagi Quddusning atrofida vafot bo'lgan dadisi İbrahim alayhissalomning qabrisining yeniga dafn qilindi. Assalom. İsaq alayhissalomga salom bo'lsin. Tavakkul, taslimiyat va haj. Tavakkul, taslimiyat, haj zikr qilinganida İbrahim va İsmoil alayhissalom aqlimizga keladi. Chunki haj ularning ixlosi natijasida qiyomatga qadar davomlashadigan solih amaldir. Tavakkul lug'atda bardoshlik berish, ishonch, vakil tutish va vakiliga ishonish demakdir. Tasavvufda bo'lsa, ko'ngli Alloh bilan to'lgan birisining yolg'iz uninga ishonishi va uning himoyasiga kirishidir. Allah Taala Musa alayhissalomga qo'lidagi hassasini so'radi va uni qo'lingdan ot deb amr qildi. Chunki hassa uning Allohga bo'lgan tavakkuliga soya tushirayotdi. Bu haqda Allah Taala mundaq deydi: Mu'minlar hamma ishda yolg'iz bir Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishlarini Allohga topshirsin. Agar Allohning va'da qilgan yordamiga ishonsanglar, Allohga tavakkul qilinglar dedi. Hadis sharifda agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilsanglar, saharda qo'soqlari och holda chiqib, oqshomlari to'q qaytgan qushlar rizqlanganidek rizqlansizlar deyilgan. Tavakkul tadbirni bir yonga tashlab qo'yish emas. Aksicha, ularga asosan Allohning qudrat tajallisiga sig'inishdir. Alloh Taala mundaq deydi: "İşte ular bilan kengashgin. Kengashgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Alloh haqiqatan tavakkul qilg'ichilarni do'st tutadi. Sabablarining musabbibi Alloh Taoladir.
u xohlagan vaqtda tabiat qonunlarining sirtida hukmini ijro qiladi. Chunki Odam alayhissalomni tuproqdan, ayoli Havvoni bo'lsa, uning badanidan yaratdi. Ko'payish qonuniga xilof holda Isa alayhissalomni otasiz shaklda Hazrati Maryamdan maydonga keltirdi. İbrahim alayhissalomni Namrudning o'tida kuyishdan saqlab, o'tqa bevosita "Ey o't, İbrahimga salqin va salomat bo'l" amrni berdi. Musa alayhissalomga berilgan hassa bir qitim urushi bilan dengizdan qarish tarafga o'tish uchun yo'l ochilib, uni va qavmini mo'jizlik holda Fir'avnning zulmidan qutuldirdi. Uzayr alayhissalomni 100 yil uyqu holatida o'ldirdi. Bu uzun bir muddat ichida yenidagi tamoqini buzmasdan o'z peti saqladi. O'lgan eshigini so'ngaklarga go'sht qo'ndirish orqali tirildirdi. Ashabul Kahfini 300 yil suvsiz va ozuqsiz holatda uyquda yashatdi. U jonliqni yaratgan Alloh taolo xolig'ini suv ustida mangdirdi. Xolig'ini Havvoda qanotsiz uchirdi. Ko'zining ko'rish kuchini yo'q qilib, qalbi bir ko'z holiga keltirilib, boshdagi ko'z bilan ko'ralmagan olamni qalb ko'zi bilan tomosha qildirdi. Shuningga diqqat qilish lozimki, o'tning İbrahim alayhissalomni kuydirolmaganligini o'rnak olgan holda, bir kishining o'zi haqida o'xshishini tushunishi haddini bilmaslikdir. Buning oqibati ichinishlikdir. Hazrati Mavlana buni mundaq tushundirdi. Alloh yo'lida o'tqa kirish bor, lekin o'tqa kirishdan burun senda İbrahimning sufati bormi yo'q, uni ko'zdan kechir. Chunki o't seni emas, İbrahimlarni to'naydi va ularni ko'ydirmaydi. Xuloslanganda bir kishining kalomat egisi va maqomi oliy zotlar bilan o'zini selishtirishi o'rinsiz va xatarlik oqibatdir. Bizning vazifamiz tadbirlik bo'lib, imkoniyat ichida chora izlash, natijasi haqida tavakkul qilib Allohga sig'inishdir. Chunki tadbirsiz tavakkulni payg'ambar alayhisalom chetlagan. Bir badaviy: "Ey Allohning elchisi, to'ygamni cho'lda qo'yib berib tavakkul qildim", dedi. Payg'ambar alayhisalom javoban: "To'ygini bog'la, uningdan keyin tavakkul qil", dedi. Xalifa Hazrati Umar radhiyallohu anhu bir safar asnosida islom qo'shinining yuqumli kasal tarqalgan yerga kirishni xohlamadi. Qo'shinning qo'mondoni Abu Ubaydin bin Jarroh radhiyallohu anhu: "Ey xalifa, Allohning taqdiridan qechiyotsan", dedi. Buningga javoban Umar radhiyallohu anhu: "Yo'q, biz Allohning bir taqdiridan boshqa bir taqdiriga sig'inayotimiz", deb javob berdi. Hadis sharifda saq kishilarning yiniga kasallarni yo'llatmanglar deyish orqali yuqumli kasallardan qo'g'inishga chaqirdi. Mo'minlarning har ikki dunyoda yordamchisi Allohdir. Kim uningga tavakkul qilsa, Alloh uningga kifoyadir. Shaxsiy va ijtimoiy baxt saodat uningga qaytishda, uningdan yordam talab qilish va uningga tavakkul qilishda. Taslimiyat lug'atda bo'yin egish, boshqa kelgan hodisalarni e'tirozsiz qabul qilish va salomatga chiqish deganlikdir. Taslimiyat qalbning bir fe'li bo'lib, Alloh tarafidan xabar berilgan xususiyatlar bilan munosabatlik shak shubalardan, ilohiy amrlarga qarshi nafsoniy orzulardan, ixlos bilan chiqisholmagan talablaridan, ilohiy taqdir va shar'iy sharpiga e'tiroz illatidan qutulish demakdir. Taslimiyat holi faqat xotirjamlik darajasidagi bir ishonch tuyg'usi soyasida amalga oshishi mumkin. Bu ishonch qilingan jonliqning har tarafdan o'ziga ishnalaydigan bir sifatda bo'lishi lozim. Shunga taslimiyatini yolg'iz Allohga qilish uchun avval butun kuch-qudratning faqatla Allohga oid ekanligiga, uning ruxsati bo'lmay turib, hech bir jonliqning foyda ziyon yetkazolmaydiganligiga, har narsaning fani bo'lib, uning boqiy bo'lganligiga, har narsaning uningga muhtoj bo'lib, uning hech narsaga muhtoj emasligiga, uning hech bir o'xshishining yo'qligiga qalbdan iymon etish va bu iymonni mamnunlik darajasiga yetkazish kerak. Bu sababdan qulning Allohga bo'lgan taslimiyati, Alloh haqidagi tushunchasi va uningga bo'lgan iymoniga nisbat bo'ladi. Taslimiyat qulluqning o'zini shakllantirishi jihatdan qalbning Allohga bo'lgan eng muhim yo'nalishidir.
Bu yo'linish iymon bilan boshlaydi. Ma'rifatulloh oshqon seri umu ishqi davomlashidi. Allah Taalaga bo'lgan taslimiyatning eng go'zal misollaridan birini Ibrohim alayhisalom aks ettirdi. Chunki uning qalbida Allohdan boshqa hech narsa yo'q edi. Lekin farishtalar: "Ey Rabbim, Ibrohimning jini, avlodi va mili bor. Sana qanday xalil, ya'ni do'st bo'la oladi?" degan edi. Allah Taala 3 yerda uning e'tirozsiz taslimiyatini farishtalarga ko'rsatdi. Bu imtihonlar va natijalari qiyomatgacha ummatga misol bo'ladi. İbrahim alayhissalom o'tqa tashlangan vaqtda farishtalar yordamga kelgan edi. Lekin u: "Sizlarga ehtiyojim yo'q. O'tqa kuyish kuchini kim bergan?" dedi va "Alloh go'zal vakildir" deyish orqali Rabbiga sig'indi. Uning bu taslimiyatiga mukofot bo'lgan o'tqa: "Ey o't, İbrahimga qarta salqin va salomat bo'l" deyildi. Ota-bola ikkisi bir taslimiyat holatida birsi qurbonlik qilishga, yana birsi qurbonlik bo'lishga ketib borganida Rabbiga bo'lgan yaqinligini buzishga tirishgan shaytonni birlikda tosh bilan qo'g'ladi. Shuning bilan ular taslimiyatning oxirgi nuqtasida ishgan ilohiy rahmat bilan jannatdan qo'shqar tushirib berildi. İbrahim alayhissalomning melimi Jibril alayhissalomning 3 qatim zikr qilishi bilan qimit qolmay: "Ol, bular sening bo'lsin" dedi. Ruvayim rahmatulloh alay tasavvufni mundaq ta'riflaydi. Tasavvuf nafsini ilohiy irodaga taslim qilishdir. Qulluq taslimiyatdir. Chunki Alloh qulning o'zidan boshqasiga qul bo'lishni xohlamaydi. Havoyi havaslaridan qutulishini xohlaydi. Bu haqda Qur'on mundaq deydi: "Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni tavsiya qildi. Ey Muhammad, Manga nafsi xohishini iloh qilib olgan, Allah ozdirgan, haqni bilib turgan, Allah qulligini va qalbini pechatlayotgan va ko'zni pardalagan odamni yetib bergin. Allah ozdirgandan keyin uni kim hidoyat qila oladi? Sizlar bulardan vaz nasihat olmamsizlar?" Taslimiyat muhabbatga tayangan e'tiqod ishidir. Bu e'tiqod va taslimiyatning barakati bilan İbrahim alayhissalomga jini, meli, avlodi Allah yo'lida bir to'sqinlik bo'lolmadi. Haj ibodatimi uning Rabbiga bo'lgan tavakkul va taslimiyatining qiyomatga qadar davomlashadigan eng go'zal simvoli bo'ldi. Chunki İbrahim alayhissalomning tili qalbiga tarjimonlik qilgan holda davomliq: "Olamlarning Parvardigoriga e'tiqod qildim" dedi. İbrahim alayhissalom va İsmoil alayhissalomning tavakkul va taslimiyatining simvoli bo'lgan haj Allohga muhabbat bilan to'lib toshgan qulluqining sirtqi ko'rinishidir. İnsoniy sifatlaridan so'yinib, taslimiyat va tavakkul tuyg'ulari bilan ilohiy mag'firat iqlimiga kirishdir. Haj osti va ustiga bir parcha raq bilan bosh va oyog'i kiyimsiz qulning butun dunyo martabalaridan ayrilishi, bu orqali Rabbiga ko'ngildan sig'inishini ifodalaydigan taslimiyat holatidir. Ihramda bir o't cho'pnimi yulishga bo'lmaydi, bir tal qilnimi tushirishga bo'lmaydi va bir jonliq ovlanmaydi. Bu ibodat jarayonida yomon so'z harakatlar, buzg'unchilik va jidal majra cheklanadi. Faqatla yaratquchining xotiri uchun yoritilganlarga sevgi, muhabbat va nazokat bor. Shuningdek, haj ibodati bizga shuni ko'rsatib berdi-ki, gunohlarning to'kilishi faqat Alloh taolaga yolvurish, tavakkul va taslimiyat bilan qilingan bir ibodat bilan amalga oshadi. Rabbimiz bizga tavakkul va taslimiyat ichida bir umr nisib qilsin. Yakka yegona sig'iniqimiz faqat zoti ilohimiz bo'lsin. Chin ko'ngil bilan haj qilishimizni Alloh hammamizga nisib qilsin.